Choyni baqillatib beringchi. Men miyada bo'layotgan maylis chachib beray. Dadasi, shunaqa ham chiroyli choy ichasiz. Mana choy ichishlaringizga tugaymanda. Ota, rostmi? Qara yomon unda. Voy dadasi, shunaqa ham shirin bola bo'lasizmi? Mahalladagi qizlar orqangizdan tappa tashlashaveradi. Gapga borsam-chi, iriskani atir ishlatadi, ayting deyshadi. Sizdan faxrlanaman dadasi. Yaxshiyamsiz. Men atirlarni so'm qara, urib boraman. Voy. 10 minut toqat baqalajon bo'lib pishadi, tushundingmi? Yeveraverasiz. Dadasi, siz ovqatchi mo'tab tashlaysiz. Sizni ovqatingizdan ayam bir chili berib bor deyapti dadasi. Birchini berib yubor deyaptimi qaynam? Qozoni bilan beraman. Men kuymayman, men so'rayman. Men yana ovqat qilib, to'ylarda ovqat qilib beraymi? Voy, nimcha shorillatib beymandan betamiz sunik ichasiz. 6 oy oldin ham rasul zo'r choy ichardim men. Voy, nimcha sassiq sepasiz? Mahalladagilar ham biram sassiq atir sepadi deyshadi-ey sizni. Qo'l sepmaysiz, sasamang. Ve menga qara, 2 qat bo'lmasinni oldin rasul shirin atir sepasiz, makkaga zo'ding-ku. Ovqatsiz qilyapsizmi? Qilmay ovqat yedigam ko'nglim aynib ketyapti. Bir shirin ovqat qilsangiz ham mayli-ya. Akalar, buni uylanmaganlar tushunmaydi. Uylanganlar juda yaxshi tushunadi-da. Necha qiyin-u, lekin gashti bo'laga. Ovozingizni o'chiring. Mana shunaqa paytda shepan bo'lib olishadi.